Siz mendan maktab va bog'cha yaqinidan kvadrat so'ragansiz. Men sizga maktab va bog'cha yaqinidan metro soatda joylashgan 2 xonali, 2 tomonlama proyektga ega. Narxi $35.500 ga savdoga qo'yamiz. Agar qo'lingizda 19 ming yoki 20 ming dollar pul bo'lsa, bemalol ushbu kvartirani xarid qilishingiz mumkin. Kiraverishda to'g'rida garderob qismlari bor. Kiyim bildirish uchun, oyoq kiyim qo'yish uchun bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kiraverishda o'ng tomonda o'zining yotoqxona qismi, ya'ni spalni qismi hisoblanadi. Ochiq balkonlar va ko'p turgan yotoqxona möbllari qoladi. Egalari o'zlari yashaganlar. Kiraverishda chap tomonda o'zining kattagina bo'lgan zal qismi, ya'ni mehmonxona qismi. Uyimizning umumiy maydoni egalari aytishlari bo'yicha ikkita balkon qo'shib yuqorisi 60 kvadrat chiqar ekan. 2 tomonlama proyektga ega, o'zining alohida bo'lgan hojatxona va yuvinish qismlariga ega. Ya'ni sanzur qismlari alohida kafillar terib qo'yganlar. Bu tomonda esa o'zining oshxona qismi. Oshxona qismi balkonga ko'chirib, bu tomonda cho'chib joylar qilib qo'yganlar. Oshxonani aytib o'tganda balkonga ko'chirganlar. Ko'p turgan kir mashinkalarida oshxona mebellar barchasi qoladi. Kvartiramizda hech narsani olib chiqmaylar. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, lokatsiyasi Bulverda joylashgan, 8-maktab shundan qasdda joylashgan. 5 qavatli panelli domning 5-qavatda joylashgan 2 xonali, 2 tomonlama proyektga ega. Egalaridan kelib bemalol sodlashib olishingiz mumkin. Narxini $35.500 deyaptilar. Agar qo'lingizda 19 ming yoki 20 ming dollar bo'lsa, ushbu kvartirani bemalol ikkilamchi kirtiga sotib olishingiz mumkin. Narxi ajoyib tarzda, egalariga srochniga pul kerak. Narxini yaxshigina tushib beradilar. Bemalol Megapol Capital ko'chmas pul agentligiga murojaat qilsangiz bo'ladi.